Hamyurtlarimiz diqqatiga, Rossiyadan O'zbekistonga yengil mashinalarda yo'lovchi tashish xizmatini taklif qilamiz. Xizmatlar ishonchli, narxlar esa hamyonbop. Murojaat uchun ekrandagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Biz sizni kutamiz. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy harakatlar fonida O'zbekiston fuqarolarini ogohlikka chaqirdi. So'nggi kunlarda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy harakatlar hamda ushbu davlatlar hududlarida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari bilan bog'liq turli xabarlar tarqalmoqda. Shu munosabat bilan agentlik Rossiya hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga ishlash maqsadida bormaslikni, harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raydi. Avvalroq Rossiyaning Volgograd shahridagi avtobuslarda Rossiya armiyasiga xizmatga qabul qilish to'g'risida o'zbek tilidagi e'lonlar paydo bo'lgandi. Oyiga 200 ming rubl va'da qilingan daromaddan tashqari xizmatga borishni istaganlar Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olishi eslatib o'tiladi. Bunday e'lonlar xorijlik fuqarolar uchun mo'ljallangani va tojik, qozoq tillarida ham chop etilishi ta'kidlangan. 23-iyul kuni Rossiya Donetsk viloyatida O'zbekistondan kelgan quruvchilarning pasportlarini olib qo'yib, ularni ko'ngilli sifatida urushga yuborgani haqida xabar berildi. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi holat yuzasidan ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi tomonidan O'zbekiston fuqarolarini Rossiya qo'shinlari safiga ko'ngilli sifatida majburan safarbar etilayotgani to'g'risida chop etilgan ma'lumot yuzasidan Ukrainadagi elchixona mazkur davlat tashqi ishlar vazirligiga tegishli so'rov yuborgan. O'z navbatida Ukrainaning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekiston fuqarolarini Rossiyaning ushbu davlatga qarshi urushida qatnashmaslik va Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududlariga bormaslikka chaqirdi.